Ingliz tilida eng ko'p ishlatiladigan 10 ta fe'l. Agar siz ushbu fe'llarni bilsangiz, 70% gapni o'zingiz tuza olasiz. Bu fe'llar be, do, have, get, go, say, make, know, think, take. I'm an artist. Men rassomman. I do morning exercises every day. Men har kuni ertalabki mashqlarni bajaraman. Does your brother have a phone? Ukangizning telefoni bormi? Can you tell me how to get to the hotel, please? Qanday qilib mehmonxonaga borishni menga ayta olasizmi, iltimos? We will go to other planets one day. Bir kuni biz boshqa planetalarga ham boramiz. How can we say shirinlik in English? Ingliz tilida shirinlik so'zini qanday aytamiz? Children are making paper crafts now. Bolalar hozir qog'ozdan narsalar yasashyapti. I know how to draw pictures. Men rasmlarni qanday chizishni bilaman. I think you are a teacher. Men sizni o'qituvchisiz deb o'ylayman. You can take a trip if you want. Agar xohlasangiz sayohat qila olasiz. Agar video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lib, like bosishni unutmang.